diabetik retinopatiya qandli diabet bilan kasallangan bemorlarning ko'zida 7-10 yildan so'ng rivojlanadigan kasallik. Bu kasallikda nima bo'ladi? Qandli diabet ta'sirida qonda glyukoza miqdori uzoq vaqt yuqori yuradigan bemorlarda mayda qon tomirlar devorlarida o'zgarishlar ketib, mayda qon tomirlarida qon aylanish buzilishi natijasida to'r pardada oziqlanish yo'qolib qolib, kamayib ketib, to'r parda yaxshi oziqlanolmasdan yangi qon tomirlar o'sadi to'r pardada. Ya'ni normada bo'lishi mumkin bo'lmagan joylarda yangi qon tomirlar xuddi haligi ajri o'tlarga o'xshab o'sib ketadi. Bu tomirlarning yomon tomoni ular devori yupqa bo'ladi. O'ta yorilishga moyil bo'ladi. Aksiga olib diabeti bor bemorlarda davleniya oshish ehtimoli ham yuqori bo'ladi, ichlari qotadi, kuchanishganida yoki yo'talishganida, og'irroq yuk ko'tarishganida bu tomirchalar yorilib, to'r pardaga qon quyiladi. To'r parda juda ham nozik parda hisoblangani uchun quyilgan qon to'r pardaga yopishib, to'r pardani tortib chiqarib yuboradi. Natijada bemorlarimizning ko'zi ko'rmay qoladi. To'r pardani joyiga yopishtirish amaliyoti juda ham nozik amaliyot. Bu amaliyotdan keyin ko'rish imkoniyatlari oldingidaqa bo'lmaydi. Shuni hisobiga bemorlarda ko'rlik, nogironlik ko'payib ketyapti. Buni asosiy sababi bemorlarda juda ham bizga kech murojaat qilishi. Qandli diabet tashxisi qo'yilgandan keyin bemor albatta oftalmolog shifokoriga murojaat qilishi kerak. Maxsus tekshiruvimiz bor, oftalmobiya mikroskopiya deyiladi. Qorachiqni kengaytirib, maxsus linza bilan, mikroskop bilan o'sha to'r pardadagi mayda qon tomirchalar tekshiriladi. Endi aslini olib qarasak, bu tuman miqyosida, poliklinika miqyosida bu tekshiruvni o'tkazishgacha hozirgi kunda muammo. Shuning uchun aynan bizni markazimizga kelishsa, registraturaga uchrashgandan keyin bizda qandli diabetimiz bor deb bir og'iz bemor ham aytishi kerak. Shunda bizni qabulimizga yozilishadi, qorachiqlarni kengaytiramiz va shu retinopatiyani erta bosqichlarida aniqlaymiz. Tushuntiramiz bemorga. 3-6 oyda kelib turadi biz oldimizga. Retinopatiyani o'rta og'ir darajalariga o'tganida, aynan shu qon tomirchalar paydo bo'lib yorilayotganida bemorga kerakli paytda lazer koagulyatsiya muolajasini tavsiya qilamiz. Lazer koagulyatsiya jarayonida shu keraksiz qon tomirchalar tozalanadi, to'r pardada qon aylanish yaxshilanadi to'r pardada. Sababi keraksiz qon tomirchalarni yo'qotib, to'r pardani chekichlab, ishlamayotgan sohalarini qon aylanish sistemasidan chiqarib olganimizdan keyin to'r parda jicha quvvatga kirib, oziqlanish yaxshilanadi, mikrosirkulyatsiya tiklanadi. Shu jarayon bilan biz bemorlarda ko'rlikni oldini olib qolamiz.